Quyosh paneli elektr energiyasini qanday ishlab chiqarish haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Quyosh paneli ko'plab quyosh batareyalaridan iborat bo'lib, ularning har biri bir nechta qatlamlardan iborat. Yuqori shisha varaq hujayrani himoya qiladi va quyosh nuri o'tishiga imkon beradi. Uning ostida aks etmaydigan qoplama yorug'likning chiqib ketishini oldini oladi. Buning ostida yupqa N tipidagi qatlam erkin elektronlarni o'z ichiga oladi. Qalinroq P tipidagi qatlam esa teshiklarni saqlaydi. Ularning tutashgan joyida N tomonida musbat zaryadlar, P tomonida manfiy zaryadlar bo'lgan depletion mintaqasi hosil bo'ladi. Quyosh nurlari kamayish zonasiga tushganda, fotonlar elektronlarni qo'zg'atadi va ularni neytral atomlardan ozod qiladi. Bu elektronlar N tipidagi qatlam tomon harakatlanadi. Teshiklar esa P tipidagi qatlamga o'tib, oqimni hosil qiladi. Ushbu oqimni to'plash va tashish uchun metal kontaktlar P tipli qatlam ostida joylashtiriladi. Ingichka metal chiziqlar esa yuqori qismidan o'tadi. Bu ishlab chiqarilgan elektr energiyasi keyinchalik quvvat uchun ishlatilishi mumkin.